Men har doim bitta narsani aytaman. Bizga kech bo'lmadimi? Yoshim 40 dan oshdi, o'g'il uylantirdim, qiz uzatdim, qudandaliman. Endi qanaqadir narsa boshlashga kech emasmi deganda, hali sizga Alloh umr berib qo'yganmi? Biz bilmaymiz qachon hayotimiz o'z nihoyasiga yetadi. Lekin mana shu har bir kunidan biz unumli foydalanib, biz abadiy yashaydiganlar qatoriga qo'shilishimiz kerak va boshlash uchun hech qachon kech emas. Sababi Coco Chanel ham aynan 40 yoshdan keyin sohasida muvaffaqiyatga erishgan. Ungacha u ham hamma narsa qilib ko'rgan. Bosh kiyim yasab ko'rgan, sumka qilib ko'rgan, boshqa yo'nalishlarda ofitsiantlik ham qilib ko'rgan. Nima qilsa qilganki, lekin leshbi bugun pul topish kerak, bugun yashab qolish uchun harakat qilgan. Men aytaman har doim, bugun pul topish xohlagan odam, ya'ni tikuvchi, peredelka qilish kerak. Yoki nima desa o'shani tikib berish kerak. Mijozni mana shu chizib bergan ramkasining ichiga tushadi, o'sha ramkadan tashqariga chiqa olmasdan harakatlanadi. Endi tasavvur qiling, sizni tashqaridan vaqtingizni, energiyangizni boshqarayotgan mijoz sizga qanchalik pul to'laydi? Qilayotgan ishingizga yarasha. Men ko'proq pul haqida gapiraman. Nimaga? Bizni sarflayotgan energiyamiz, vaqtimiz, buni biz pulga ham qaytarib ola olmaymiz. Lekin sarflaganimizga yarasha, shunga yarasha qiymatga qiymat tengligida biz haqqimizni olishimiz kerak. To'g'rimi? Chunki biz sarflayotgan energiya bu bizni sog'lig'imizdan ketadi. Sog'lig'imizni sarflashni evaziga biz pul topamiz va agar shu pulni orttira olsak, yana kelajakda biz shu pulni qaytarib yana sog'lig'imizga sarflaymiz. Faqat farqi 5 yil, 10 yil oralig'ida bo'ladi. Juda kuchli baquvvat temir xotinlarniki 15-20 yilga ham yetishi mumkin. Lekin nima uchun biz mehnatimizni, vaqtimizni, energiyamizni juda arzon baholaydigan insonlar uchun mehnat qilishimiz kerak. Achchiq bo'lsa ham bitta haqiqatni aytaman. Hozirgi kunda kim bir oyda nech pul daromad topayotgan bo'lsa, uni narxi mana shu pulga tengdir. Buni bizga ustozimiz Said Murod Davlatov ham aytganlar, Alisher Isayev ham aytganlar, Ibrohim Gulyamov ham aytganlar. Dunyo bo'yicha lider insonlar, mana shu bilim tarqatuvchi, ilm tarqatuvchi insonlarni hammasini o'qib o'rganganimda hammasini mazmuni bitta narsa kelib chiqdi. Hammasi pul, vaqt, energiyani to'g'ri narsaga yo'naltiringlar va uni hech qachon arzon baholamanglar. Buni arzon baholagan inson hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Ba'zan boshlang'ich stadiyada biz arzonga ishlaymiz, kerak bo'lsa tekinga ishlaymiz, lekin bu davomiy bo'lishligi noto'g'ri. Arzonga ishlash noto'g'ri emas. Men boshda o'quvchilarimga ham aytaman. Klient yig'ib olguncha birinchi tekin narsani ber, arzon narsani ber. U yeb ko'rsin, tatib ko'rsin. U seni qilayotgan mehnatingni agar ko'rsa, o'sha u sen xohlagan narxni to'lashga tayyor bo'ladi. U sodiq mijozga aylanadi. Boshlang'ich qismida biz mijozlar oqimini ko'paytirish uchun, ularni o'zimizga sodiq mijoz qilish uchun ma'lum bir muddat biz arzonga ishlashimiz mumkin, kelishuv asosida ishlashimiz mumkin va hokazo. Lekin bu doimiy va butun umrlik bo'lib qolish kerak emas va bu juda noto'g'ri. Kim tushunadi nima deyotganimni? Shu uchun ham bugun men mana shu tikuvchilik sohasini faoliyat yuritadigan ayollarni muvaffaqiyatli brend qurib, mijozlar oqimini hamda daromadini 2x ga oshirishga qaratilgan eng zo'r bilimimni tayyorlab kelganman sizlarga.